Hamma shu hayotda pokiza, xotirjam, osoyishta hayot kechirishni xohlaydi. Hamma. Musulmon ham, kofir ham. Musulmon ham, kofir ham. Erkak ham, ayol ham. Millati nima bo'lishidan qat'iy nazar, hamma osoyishta, xotirjam, tinch yashashni xohlaydi. Shunday emasmi? Endi mana shu maqsadga yetishlik uchun insonlar faqat dunyo uchun ishlaydi. Pulim ko'p bo'lsa hayotim zo'r bo'ladi deydi. Hozirgi odamlarda ko'proq qismini tushunchasi shunaqa. Pokiza hayot nimaga bog'liq? Xotirjam, farovon, to'kin sochin, beg'am hayot nimaga bog'liq? Astag'firullah. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Oyatda eshitdilar. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amalni qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz. Pokiza hayot nimaga bog'liq ekan? Mo'min bo'lishlikka va solih amal qilishlikka. Shuni ishontiring bolangizga. Avval o'zingiz ishoning, amal qiling, ko'ring hayotingizda o'zingiz ishonib turib gapirgan gapingiz albatta bolangiz qalbiga kiradi. Farovon, xotirjam, pokiza hayot Allohga qulchilik qilishda ekanligini tushuntiring bolangizga. Qo'rqmasdan yashash hamki pokiza hayot mashi. Pokiza hayotda bir ko'rinishi qo'rqmasdan yashash ham hayotda. Agar ota-onalarning o'zlari mana shu e'tiqodda bo'lsa, mana shu oyatlardan xabardor bo'lib, amal qilib, o'zini qalbi xotirjam bo'lgan bo'lsa, o'zidagi qo'rqoqlik degan sifatni yo'qotadigan bo'lsa, bu sifat albatta bolalarga ham o'tadi. Chunki amaliy suratda berilgan dars 100 ta ma'vizadan ta'sirchanroq bo'ladi. O'zingiz qo'rqmang, o'zingiz Allohga suyanib qo'rqmasdan yashayotganingizni bolangiz ko'rsin, albatta bu narsa nima qiladi? O'ziga yuqtiradi.